Hörmətli televizor görgüçülər, Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhərində təsis qılınğan Tor televiziyasının bugünkü proqramımıza xoş gəldiniz. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Şəkrizat bolman. Bugünkü proqramımızda Dünya Uyğur Qurultayının muavin rəisi Parat Yoranqaş əpəndim bilan ikimiz Muşu aldığımızdakı həftələrdən bu yan Dünya Uyğur Qurultayının xalqara siyasi səhnələrdə elib barğan və zor təsir qozğan bəzi fəaliyyətləri haqida və bu bir həftə içində chet el mətbuatlarından o'rin alğan Şərqi Türkistan və Xitoyga aid bəzi mühim uçurlar to'g'risida ma'lumot beramiz və muloyiza elib boramiz. Hörmətli Parat əpəndim, bugünkü proqramımıza xoş gəldiniz. Hörmətli Parat əpəndim, əmdi siz Dünya Uyğur Qurultayı və onun tərkibidəki təşkilatlarının yaxınqı həftələrdən bu yan dünya miqyasida elib barğan siyasi fəaliyyətləri haqida qısqacha bir ma'lumot o'tgan bo'lsin. Rahmat Şəhrizat xanım. Bayı sizinki xəbərlərinizni anlab şunu his qildim mən. Demək ki, hazır bütün chet el mətbuatlarının ki asaslı diqqət etibarı bu müstabit Xitoy hakimiyyətinin ki Şərq Türkistan təsis qilgan bu jazo lagerləri meselesiga markazlashibdi. Chet el mətbuatlarının asaslı nemisi bu. Sizin xəbərinizdən şu ma'lum bo'ldi. Ya'ni bu jazo lagerləri meselesinin ki hazır xalqaro mətbuatlarda qiziq bir temaga aylanganligini, paydinpay xalqaroliq bir masala tariqasida ta'kidlanayotganligini ko'rilish mumkin. Ham bu mətbuatlarda hozirgacha bu jazo lagerlarini ikkinchi dunyo urushi mezgilidagi Gitlerning nasid kamplarga silishtirish muloyizalar yurizilyapti. Bu kishini mamnun qilgan ish. Endi bu yerda shuni eslatib qo'ygim kelyapti. Hozir biz masalan sizning boya deb o'tganlaringiz bu Uyg'urlar masalasida shu bir haftadan buyon chet el matbuotlarida e'lon qilingan xabar maqolalarninki hatto 100dan 1 emas endi. Nayt ko'p hozir. Har kuni degidek, har soati degidek chet el matbuotlarida Uyg'urlar masalasi tilga ilinyapti. Ben buningdan nayt mamnun. Men shuni bu yerda eslatib o'tmoqchi emasman. Men chet elga chiqqan vaqtda 20 yil burun chet elga chiqqan vaqtimda chet el matbuatlarida Uyg'urlar masalasi haqida u oyda bir, kunda bir u yoqda tursin, yilda birmi bir xabar va yoki uchur e'lon qilinmaydi, buni topolmaydik. Butun dunyo tarafidan, dunyo jamoatchiligi tarafidan unutilgan bir vatankan, unutilgan bir xalq ekanmiz. Biz hozirmi 20 yildan keyingi bugungi kunga qarab boqaylik. Bu taraqqiyot, ya'ni har kuni degidek, har soat degidek xalqaro matbuotlarda bo'lib o'tgan eng nopozliq chet el matbuotlarida Uyg'urlar masalasiningki ta'kidlanib kelayotganligimi, bizningki bu Uyg'ur masalasiningki rasmiy xalqarolashganligini ham xalqaroliq bir masalaga aylanganligini dalillab turadigan nayt oddan bir isbot deb qarayman. Xo'sh, endi Dünya Uyghur Qurultayiniki dunyo siyosiy sanalari deb bo'lgan faoliyatlariga kelsak, haqiqatan keyingi haftalardan buyon dünya siyasi sanalarida bo'lib BDT'de bo'lsin yoki Yevropa İttifaqida bo'lsin yoki Amerika Kongressida bo'lsin va yoki boshqa sohalarda bo'lsin, haqiqatan Uyg'ur xalqini suyundiradigan, xo'shal qiladigan, mamnun qiladigan, umidlantiradigan, jasoratlantiradigan nihoyat obdan hodisalar bo'lyapti. Endi bu yerda men rasmiy bu aqti to'xtalishdan burun qisqacha bir uchurni qaytib bu yerda televizor ko'rgüçlerimizninki sevgisi qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Yani bizningki Dünya Uyghur Qurultayiningki raisi Dolqun Aysa efendim o'zininki bütün vaqtini, zehnini, kuchini mushu da'vo ishlariga markazlashtirish maqsadida 7-oyning 1-kunidan boshlab o'zininki Facebook va WhatsApp hisobini taqalganligini e'lon qilgaydi, ham taqaldi 7-oyning 1-kunidan boshlab. Shunga Dolqun Aysa efendim bilan bevosita aloqa qilishni xohlovchilar uning bilan telefon orqali, email orqali va yoki qurultayning ishxonasiga telefon qilib bu orqali aloqalashsin bo'ladi va yoki Dolqun Aysa efendimning ikki muavin raisi Turkiyada doktor Erkin Ekrem efendim, Germaniyada men Parat Yoranqash biz orqaliqmi bizning raisimiz Dolqun Aysa efendim bilan aloqalashsa bo'ladi. Xo'sh, endi paydab o'tdim bizning xalqaro sanalarda bizni mamnun qiladigan nihoyatda yaxshi hodisalar bor deb. Endi avval bu 5-yil Urumchi 40-yilga haqida bir ikki og'iz so'zlash to'g'ri keldi. Albatta bizningki sizlarningki Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi bu haqda maxsus program ishil deb o'ylayman. Shundaqdan bir qisqacha eslatib o'tay. Bilasiz, endi bu hafta Uyg'urlar uchun namoyish haftasi, norozilik bildirish haftasi, ham bu oy norozilik bildirish, namoyish qilish iyi deb atasak bo'ldi buni. Mana hozir mushu oy buyon bo'lib bu hafta ichida butun dunyo miqyosida 5-yil Urumchi 40-yilligiki 9-yilligiga
munosabat bilan keng ko'lamda Xitoy qarshi norozilik namoyishlari uyushtirildi. Ham hozirmi bu namoyishlar har yerda davom qilyotdi. Butun dunyo miqyosida xuddi Sharq Turkistonning hamma yerda bulduqlab chiqayotgan bu neft quduqlariga o'xshash hamma yerda hozir bu norozilik bor. Yoshlarda zo'r bir uyg'onish harakati bor. Bir ay burun Dünya Qurultayı shu 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 9-yilligini butun dunyodan davlatni xotirlash haqida chaqirib o'tirib qo'ygan 8 turlik bir talabni o'tirib qo'yganda bu ovoz qo'shgan butun dunyodagi g'ururlik, vijdonlik Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz mana bu men deb o'tgandek norozilik namoyishlarini abadi butun davlatlardagi ekanida Uyg'urlar yashayotgan butun davlatlarda bu xil norozilik faoliyatlar berildi. Masalan, namoyish yapirish imkoniyati yo'q Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlaridami bu yerda maxsus şehitlerimizni yad etiş, maxsus nazar chiroqlar, ichki ilmiy muhokama yig'inlari uyushtirildi. Qozog'istondami tunji qatim bir jasoratli bir yigit, Olimjon degan bir yigit, shu 5-iyul kuni Xitoyniki Qozog'istondagi konsulxonasining oldida tuyuqsizlik shu yerda Sharq Turkiston oq yulduzli bayrog'ini ko'tarib chiqib, bu yerda o'z yolg'iz kichik namoyish qilib, o'ziniki Xitoy hokimiyati bo'lgan bu g'azab nafratini buningda ifoda qilgan bo'ldi. Bumi xili uzun mezgillardan buyon Qozog'istonda epirilgan tunji qatimliq bir namoyish deyishga bo'ladi, chunki Xitoyning besimi Shanxay hamkorlik tashkilotining sababi bilan Xitoyningki bu Qozog'iston, Qirg'iziston qatorli G'arbiy Turkiston davlatlarida ta'siri nihoyat kuchli. Shuning bu namoyishni garchi bir odam o'tkazgan bo'lsa, ammo buningki nihoyat zo'r bir ahamiyati bor deb qaraymiz. Ham bu Olimjon ismli bu vatanparvar jasur yigitimizninki bu hareketi bütün O'rta Osiyodagi G'arbiy Turkistondagi yoshlarimizga bir jasorat, ilhom baxsh etdi deb o'ylayman. Endi xonim bilasiz, oldimizdagi hafta 7-9 kuni Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida 36-qatimliq kishilik huquq dialogi o'tkazildi. Yana shundaqla 7-9 kuni yani dushanba kuni Berlinda Xitoyning bosh ministri Li Keqiang Berlinga keldi. Ham Xitoy bilan Germaniya o'rtasida iqtisodiy taraqqiyot dialogi o'tkazildi. Muhim ishlar bu. Shunga bu masalami mushu ikki nuqta hamda Dünya Qurultayiningki mushu yaqin keyingi ish gapidan bu yangi eng asosli muhim kun tartiblaridan biri bo'lib keldi. Albatta mushu Urumchi qirg'inchiligining 9-yillik munosabat bilan Dünya Qurultayı markaziy organi bo'lish bilan xalqaro yuqori saviyalarda, xalqaro sahnalarda bo'lgan faoliyatlar bor. Masalan, Shougan vaqasi yuz bergan, Shougandagi irqiy hujum yuz bergan 6-oyning 26 kuni bizning Dünya Qurultayı ijro komiteti raisi Ömer Qanat efendim Amerika kongressida maxsus shu Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi haqida doklad berdi. Hem shu kuni bu Amerika Davlat İşleri Komissarligininki, bosh ministrligininki diniy erkinlik kemasli alayda vakili bilan ko'rishgan. 2 kundan keyin bu ko'rish o'tib, 2 kundan keyin bu Washington Post gazetida bir maqola e'lon qilindi. Ya'ni bu diniy erkinlik alayda vakili Amerika Davlat İşleri Komissarligininki bu jazo lagerlari sababidan jazo lagerlarida birilayotgan inson qalbidan chiqqan bu qiyin qistoq o'lim, o'ldirish, qiyin qistoq qilish bu jinoiy qilmishlar tufaylidan Xitoy rahbarlari bo'lib Chunchanggo boshchiligidagi Xitoy rahbarlarininki xalqaro sudda jazoga tortilishi kerakligi o'tirib qo'yildi. Ham bu xalqaro matbuotlarda nihoyat cho'ng g'ulg'ula qo'zg'adi. Bumi shu Shougandagi irqiy qirg'inchilik yuz bergan 6-26 kuni bo'lgan bir ish. Yana o'xshashla insonni xo'sh qiladigan yana bir ish. O'xshash kuni yana 6-26 kuni Shougan voqeasi bo'lgan kuni bu yerda masalan Yevropa parlamentida bizningki raisimiz Dolqun Aysa efendimiz o'zi bevosita berib bunga qatnashdi. Shu 6-26 kuni Yevropa parlamentida maxsus ta'did ostidagi insonlar 100 minglagan Uyg'urlar Xitoyning jazo lagerlarida azoblanmoqda degan temadan bu temani markaz qilganda bu muhokama yig'ini ichildi Yevropa parlamentida. Bizningki raisimizning bosh shu yig'inda anandikin Xitoy hukumati hozirgacha ochiq e'tirof qilmayotgan yig'ilish lagerlari masalasi takror o'tirib qo'yildi bu yerda. Undan 2 hafta burunmi
Amerika Dövlət Məclisinin əzaları lagerlar məsələsi nima tilga olgan Amerika Dövlət Məclislərində baydab ötdüm bu 7-ci ayın 9-cu günü Xitay bilan Avropa İttifaqı o'rtasida 36-cı qitimli dialog, ishtiq huquq dialog bo'ldi deb bu munosabat bilan yana dunyo Avropa politikining tashabbusi chaqiriqi bilan masalan 6-cı ayın 14-cü günü Dünya Uyghur Kurultayı, mesela Amerika Uyghur Birleşmesi, Amerika Uyghur Kişilik Hukuk Fondi Cemiyeti, Vakalatsız Milletler Teşkilatı, Dünya Hatırasızlık Milletler Teşkilatı Katarlık bir yerde 23 teşkilat məxsus bir yerde uç xat elan kıldı Avrupa İttifaqı, Avrupa Parlamenti qarta bir uç xat elan kıldı. Hem bu uç xatdı mı Xitay'daki Xitay'dan Şərq Türkistan təsdiqlanan cəza lagerləri məsələsi tilgə elindi. Hem Avropa İttifaqını bu Xitay bilan bo'lgan kişilik huquq dialogi mezgilida bu Şərq Türkistandagi cəza lagerləri məsələsini qattiq ayıplashni va Xitay hukumatining cəza lagerlərini dərhal taqab Uyğur xalqidan, ümumən Şərq Türkistan xalqidan bu so'rashi lozimligi bu yerda talab qilindi. Bu Dünya Avropa Politikininki Appaqan aytım buyum işleri. Anandakin keyinki şu bir qancha haftadan buyan Uyg'urlar masalasi Birleşken Devletler Teşkilatı'da nəhayət zor, yuqori seviyede bir yerda tilga ilinib keldi. Mesela Şahrizat Xanım siz mi qatnaşdınız bu yig'inga? Mesela o 6-cı ayın 38-ci günü nimada Cenva'da, Shveysariyaniki Cenva şəhərində Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik huquq Ali Kengeş yig'ini yani 38-ci növbətlik Ali Kengeş yig'ini içildi. Bu yig'inninki mesela 6-cı ayın 23-cü günü ve 6-cı ayın 25-ci günlərdəki bu iki qatımlıq yig'ində Dünya Avropalı'nınki xizmətçi xadimlərdən Riyan efendim, Peter efendim, Sizmaba onun içində verib bir yerdə bu iki gün məxsus lagerlar meselesi hakkında, Şərq Türkistandakı lagerlar meselesi hakkında məxsus üyədə qısqa doklad verib ötdüңlər. Hem de bu nəhayət çoğ insanı suyundurduğun, memnun qıldığı iş. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki Kişilik Hukuk Ali Kengeşininki yığında bulavatqan bir iş hemdi. Anandakin bu mesela 6-cı ayın 27-ci günü bu yığınınki 5-ci bölümü yana nəhayət hazırgıcı bopaq bolğan nəhayət çoğ bir hadise oldu. Bu hadise nime? Şu 6-cı ayın 27-ci gündəki 5-ci bölümüdə şu insan hakları Ali Kengeşininki yığınınki 5-ci bölümüdə Germaniya, Angliya, Fransiya, Şveysariya, Amerika qatarlıq dövlətlər hem de Avropa İttifaqı vakalatan Bulgariya yani Bulgaristan Uyghur elideki yığılış lagerleri meselesini resmi oturup koyup xalqaro cemiyetninki diqqatini qo'zg'adi. Yani bu küçük devletlerinki yani mesela Bulgariya bütün Avropa İttifaqı, Avropa Birliği azad devletlerge vakalatan sözülü bir adamda. Bu nəhayət çoğ bir hadise hazırgıca bu bundaq yuqori derecede küçük devletler orta qalda bu Uygurlar meselesini bivasita yani Şərq Türkistan meselesi, cəza lagerlar meselesini bivasita bundaq bir tilga bakma tuncu qitim bulavatqan bir hadise. Hakikaten bu insanını suyundurduğun, hoşa qıldığan bir işemdi. Ondan başka mesela şu nemege bir qancha dushanba kuni o'tkazildi bu 36-cı qitimli Xitoy bilan Avropa İttifaqı o'rtasidagi kişilik huquq dialogi yig'ini. Bu jarayonda mı bizninki Dünya Avropa Politikininki reisi Dolqun Aysa efendim bir qancha qitim bilgiga safar qilib maxsus Avropa İttifaqı Tashqi ishlar komiteti bilan va Avropa Parlamentininki munosabatini bilan ko'rishib, mushu jazo lagerlari masalasi haqida maxsus ularni xabarlantirdi, dokladlarni sundi. Hem yana birisi masalan Ürümçi qirg'inchiligininki 9-cı yılligi kuni, yani 5-ci ayın 7-ci günü bizninki reisimiz Dolqun Aysa efendim Avropa İttifaqı Tashqi ishlar komitetininki 7-ci ayın 5-ci günü 7-ci ayın 5-ci günü bizninki Dünya Avropa Politikining reisi Dolqun Aysa efendim Avropa İttifaqı Tashqi ishlar komitetininki alayda taklifi bilan maxsus Avropa İttifaqı Brükselga berib Avropa İttifaqıda maxsus cəza lagerləri haqqında doklad verdi, doklad sundu hem de. Maxsus alaydı. Ularınki taklifi bilan. Şu Dolqun Aysa efendim dokladını sunuvatqan vaqtida Bilgiya Uyghur cemiyetining reisi Abdullah başçılığıdaki
vatanparvar qarindoshlarimiz Dolqun Aysa efendimning bu hareketiga moslashib, sirtda Yevropa İttifaqının oldida Belgiyadagi Uyg'urlar keng ko'lamda Xitoyga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Ham bizning raisimiz Dolqun Aysa efendimmi bu orliq yig'in orliqda chiqib, bu Belgiyadagi qarindoshlarimizningki namoyishga qatnashdi, ham o'rtaq bo'ldi. Hamda bu yerda Dolqun Aysa efendimni tilga oldim. Bu yerda yana bir shunaqni eslatib qo'yay. Hozir Dolqun Aysa efendimningki suyimlik anası, qadrlik anası, hammamizning qadrlik anamiz Ayxon onamizningki vafot bo'lganligiga oid xabarlar hozirmi yana o'xshashlar dunyo matbuotining eng muhim kun tartiblarining biriga aylandi hozir. Masalan, Nurullo'g'on chet el matbuotida bu vaqtda maxsus xabarlar e'lon qilindi. Bu xabarlarda masalan Ayxon onamizningki jazo lagerlarida bu yerda hayotini ayrılganlığı hakkında bazı delillerinin, uçurlarının ki işençlik delil uçurlarının bağlığı bir yerde chet el matbuatlarda. Mesela Erkin Asya Radyosu'nun İngilizce biliminde ve başka matbuatlarda ve demokratik teşkilatlarının matbuatlarında bu hafta teşkilatı ve halkaralık kişilik hukuk teşkilatlarının bu hafta mahsus meyli Katar Asyalık milletlerin kurdaş teşkilatı olsun, vakalatsız milletler teşkilatı olsun. Bu meselelik gün tertip edip bunu halkara Avrupa İttifakı olsun veya ki Birleşik Milletler Teşkilatı bu meselenin kimi tiki-tekini sürüştürüş bunu mu talep kılıvatı demdi. Bu mesele mi bir yerde hazır Ayxon onamizningki vakası mı bu hazır halkaralık kişi hukuk teşkilatlarınınki asaslık nimesi gün tertibi olup kelgen bir mesele. Elbette işlerimiz nayet köp. Mesela bizning Dünya Uyghur Qurultayının bayan Dilşat Reşit efendim bu maxsus Urumchi qirg'inchiligininki 5-yilligi munosabati bilan hozir qadar bir 2 haftadan buyon eng azından bir 7-8-10 qatim maxsus bayonot e'lon qildi chet el matbuotlariga. Urumchi qirg'inchiligining 9-yillik munosabati bilan va bu e'lon qilgan bayonotlari asosli chet el matbuotlarida e'lon qilindi. Bu nihoyat yaxshi bir unumga erishgan bo'ldi va Urumchi qirg'inchiligininki 9-yillik munosabati bilan mayli Amerikadagi Uyg'ur birlashmasi bo'lsin, Amerika kishilik huquq programmasi bo'lsin yoki Amerikadagi bizningki Dunyo Uyg'ur Qurultayiningki ijro komiteti organi bo'lsin, mayli Dunyo Uyg'ur Qurultayi berdagi markaziy organi bo'lsin yoki qurultay qaramog'idagi tashkilotlar bo'lsin, hammasi o'zlari turayotgan davlatlarning hukumatlariga, parlamentlarga, o'zlari turayotgan davlatlarda faoliyat olib turayotgan kishilik huquq tashkilotlarga şu Uygurlar meselesi, bulupmu Xitaylarınki jazo lagerleri meselesi hakkında maxsus mektuplarını, xatlarını, nimalarni yazdı. Mesela hazır Dushanbe günü Berlin'deki Başministerlik binası altında Xatar Asya'daki milletlerin qo'llash teşkilatı bilan Dünya Uyghur Qurultayiningki birlikte uyushtirishida hem Li Keqiang'ning ziyaratiga qarshi hem de jazo lagerleri meselesi. Bununla qarshi namoyish o'tkazilmoqchi. Bu namoyish şu Xitoy bilan Germaniya o'tirisida iqtisodiy taraqqiyot dialogi o'tkazilayotgan soatlarda shu o'tkazilayotgan binoning oldida bu namoyish bo'ladi. Bu yerda Germaniya qarindoshlarimizning bu namoyishga bo'lgan qiziqligi nihoyat yuqori. Hozir nurg'un qarindoshlarimiz tizimlatdi. Yakshanba kuni kechda yo'lga chiqib, dushanba kuni bu yerga berib bu namoyishni bu yerda davomlashtiramiz. Yana shuning bilan birga albatta namoyishdan boshqa bu yerda Dunyo Uyg'ur Qurultayi oldingi kuni Dünya Uyg'ur Qurultayiningki bu siyosiy ishlarga Yevropadagi siyosiy ishlarga mas'ul Alayda Bekir Asqarji efendim Dünya Uyg'ur Qurultayiga vakolatan Germaniyaning bosh ministri Merkel xonimga maxsus bir maktub yo'lladi. Maktub yo'llab bu yerda Xitoy bilan bo'lgan dialogda, bu qatimki dialogda Uyg'urlar masalasini tilga olishni, Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini, bo'lib jazo lagerlari masalasini bu yerda Alayda tilga olishni va Xitoyga bevosita besim shakllantirishni, bu jazo lagerlarini takip etiş meselesi hakkında. Bunu talep kıldı. Yani Dünya Uyghur Qurultayiningki faaliyetleri hazır nihayetde xalqaro yuqori seviyede, nihayetde yuqori bir derecede yapılayotir. Elbette bir yerde bizningki bu da xuddi bizningki reislerimiz oldingi qatimki nimalarni ta'kidlab o'tgan edik. Bu faqat bir namoyish orqali darhol bu Uyg'urlar masalasida jiddiy darhol bir maqsadga unumga erishimiz deyolmaymiz. Bir yig'inlar orqali va yoki bir doklad orqali bu darhol bu Uyg'ur masalasida xalqaro jiddiy bir qaror va yoki nima oldira olamiz deyolmaymiz hamda. Chunki
bu davoda olib borayotgan faoliyatlar xizmatlarning hammasi o'zaro birlashgan vaqtida bu bir kuch bo'ladi. Bu anandan keyin xalqaro bu kuchli bir besim shakllantira oladigan bir kuchga aylandi. Masalan, namoyish, undan keyin maxsus parlamentlarni, mayli Amerika kongressini Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqida, jazo lagerlari haqida ilmiy, pokitlik, dalil isbotli dokladlarni ta'minlash, undan keyin u yerda guvohlik berish yig'inlarini o'tkazish, undan keyin ilmiy muhokamalar yig'inlarini o'tkazish BDTda, undan keyin Yevropa ittifoqida, Yevropa parlamentida, sirtda namoyish, ichida bu yuqori darajali kuchlanishlar, yuqori darajali doklad sunish, yuqori darajali ilmiy muhokama yig'inlar. Bular hammasi birlashgan vaqtida bu bir kuch bo'ladi. Bundan natija og'il bo'ladi. Albatta inshaalloh hozir biz qaraydigan bo'lsak, bir qancha yil burungi Uyg'urlarning, Uyg'ur davosining xalqaro taraqqiyot avvalgi ta'siri bilan hozirgini solishtiradigan bo'lsak, osmon zamin farq bor. Hozir Uyg'ur masalasi rasmiy cho'ng xalqaro bir masalaga aylandi. Inshaalloh xalqimizni xushal qiladigan, xuddi yoshlarimiz xalqimiz umid qilganga o'xshash, mayli Amerika parlamentida bo'lsin, va yoki nimada bo'lsin, Yevropa ittifoqida bo'lsin va yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bo'lsin, bu yerda Uyg'urlarni suyundiradigan muhim ba'zi tarixiy qarorlarning elinish ehtimoli yuqori. Biz buni ishonishimiz kerak, savr qilishimiz kerak. Bizningki bu davoyimiz bir kunlik, ikki kunlik davo emas. Buni sistemalik olib borishimiz kerak. Sistemalik, radlik, sistemalik olib borishimiz kerak va hozirgacha 1000 tasda, 1001 jafoda zo'r tirishchanliklar bilan, xuddi tirnoq bilan yoki yingni bilan quduq kovlagandek hozir shakllantirgan bu sistemni buzadigan harakatlardan o'zimizni saqlashimiz kerak, bu sistemga hurmat qilishimiz kerak va bu davoni muntazam shaklda olib borishimiz kerak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh.